Dadam qilmagan ishlarni qilamiz. Qabul qilasizlarmi? Ha, qabul qilamiz-da. Endi mana uyimiz bo'lsa Allohga shukr. Biza esladikmi? Qachon keldik biza? To'y kuni keldik ya. Rossiyada turib niyat qilgan ekan, ko'zida yosh bilan. Siz videolaringizni ko'rganda mana shu uyga men borolmadim. Sizgina qaniydi borganimda deb niyat qilgan ekan. Mana shu yerda mana hozir videosini olib turibdi. Niyat xolis odam doim mana Alloh niyatiga yetkazadi. Faqat biz ikkalamiz qolaversa mana operatorlarimiz ham kadr ortida ko'z yoshini ko'rdim. Bu ko'z yoshlar hech qanaqa bir g'amginlik keltirish uchun, birovlarning rahmini keltirish uchun bo'lgan ko'z yoshlar emas. Mana bugun qizimiz Dilraboni Shamkat o'quv markaziga keldi, qabul qildik. Kelajakda bu vrach bo'lmoqchi. Biz xudo xolasa oxirigacha bepul o'qitib beramiz bu qizimizni. Xatolari bizda hozirgi kunda 45 nafar ijtimoiy himoyaga muhtoj oila farzandlari o'qiyapti. Xudo xolasa bundan keyin ham sizlarning tavsiyalaringiz asosida keladigan bo'lsa, bemalol qabul qilaveramiz. Mana shu singlchasini ham qabul qilsangiz, butun xalqimiz xursand bo'lgan bo'ladi. Charas qizim o'quv markaziga xush kelibsan. Bugundan boshlab sen o'quv markazi o'quvchisisan. Shu akamga katta rahmat. Bizlarga bersin. Bizga aytilgan bo'lsak, o'zini to'ldirsam, Allohning o'zi rozi bo'lsin. Rahmat. Bitirgunlaringcha, to bitta kasb egasi bo'lgunlaringcha tikka turib beramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz yaxshi o'tiribsizmi? Assalomu alaykum. Kelingizlar, kiringizlar. Keldik aylanib. Qabul qilasizlarmi? Ha, qabul qilamiz-da. Endi mana uyimiz bo'lsa Allohga shukr. Rahmatman şu, bizlere haladan nazıra kelgenlerimizin kadınlarımızga hasanat yapılır. Şu ülürlerimize sağlık, salamatlık, özleriniz, işlerinizge olmaz, bereket eylesin. Biza esladikmi? Qachon keldik biza? To'y kuni keldik ya. Qancha o'tib qolyapsanmi?
Eslab turasanmiz hali? Lekin siz esdan chiqarmabsiz-a? Men ovozimiz keldi quloqqa. Xotirasi yaxshi. Ashka katta ko'rsatadi, bu ashka ko'rinmaydi. Xotira yaxshi. Meni tanidingiz mi siz? Nega esda? O'lkamaka. Taniykan. Ha, taniyman. Unutmaydi. Tanimay bo'laman. Lekin turishingizdan o'xshatdi. Mana shu xalqimiz boriga Xalqimiz keldi, deb gapiringiz. Ya aytdi bu ya. Mikrofonda aytganlar shu paytda. Gulmira opam boy bo'lib kutib bosar tusarini bilmay ketgan vaqtda qadam bosaga degan-deganman-da. Lekin shu vaqtda qarashdan oldin degan ekan, qarang. Qidildan niyat qilsa-da, inson niyatini yetkazar ekanda, mana shu o'zi kamera ochamiz. Suraj mana studio. Biz bilan hozirda hamkorlikda ish yuritib boryapti. Mana Orol studio bilan birgalikda. Mana shu inson gapingizda bo'lsa ham, mana shu inson Rossiyada turib niyat qilgan ekan, ko'zida yosh bilan. Sizlar videolaringizni ko'rganda, mana shu yerga men bora olmadim, sizgina qaniydi borganimda deb niyat qilgan ekan. Mana shu yerda mana hozir videosini olib turibdi. Niyat xolis odam doim mana Alloh niyatini yetkazadi. Bu uchun avvalambor mana shu bugungi tadbirni tashkillashtirgan, mana shu xonadonni qurib bergan Saxovat Besha yana bir marta aytamanki, xalqimizga, tadbirkorlarimizga, qolaversa mana shu blogerlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ko'z ojizlarga e'tiborda bayramimizga. Yolg'iz qisqalaymi? Boshqa Hokim birdan buni kelib birinchi buni tabriklab oldim, kelib olmadim. Undan keyin gavdan tandim. Hokim bor. Charas deb. Sen tanidimi? Charas deb keldi-da maldaga. Fadakor charas deb. Nimalarni eslayapsan sen hozir? Qanaqadir ko'z yoshli kelyapti-da bunga. Nimalarni eslayapti lekin mana. O'sha xursandchilik paytlarini eslasiga kerak. Gapirchi. Gapir qani bir ikki qator. Ko'pchilikda Ha, gapir, uyalma, tortinma. Hatto dadam qilmagan so'zni qiladi. Biz ham bir Xudoning oddiy bandasimiz. Endi qo'limizdan kelyapti ekan. Xudo bergan kimdir to'g'ri ma'noda yoritadi, kimdir noto'g'ri ma'noda yoritadi. Biz ham endi qo'ldan kelgan yordam qildik. Hozir darvozdan ko'rib ishonmay o'tiribdi bular. Keladimi yo'qmi? Hakamdan kelardi. mana biz gruppada har bir videolar olamizda ko'pchilik bu narsani ko'rib yoki anavisi nima midasiga tegib qolishi mumkin o'shalar. Bu narsa bu hayot abadiy emas-da. Bu yaxshiliklarimiz qoladi, yaxshi nom qoladi. Mana shu yaxshilikni unutmagan mana shu insonlarni ko'rib qanchalikda to'g'ri yo'lda ekanligimizni barchamiz shu saxovatli insonlar, mana shu yaxshilik sari jamoasidagi insonlar hammasi buni mana shu samimiy ko'z yoshlarida ko'rib ishonch komil qilishi mumkin-da. Hech qachon kayfiyat cho'ktirma. Har doim zo'r qiz bo'lgan. Charos Shohruh o'zimni xonam bo'lishini xohlayman, o'zimni uyim bo'lishini xohlayman deb bir paytlar mana orzu qilganda, mana har bir o'quvchini orzusidagidek bir xona tayyorlab berdik-da, mana shu tumandoshlarimiz bilan, saxovatli insonlar bilan. Mana havas qilarli darajada hamma sharoitlar bor. Mana
o'zimizga va'da bergandi. Butun tumandoshlarimizga va'da berganda, Sharof esingdami? Yaxshi o'qiyman, Xudo xolasa, uyaltirmayman deb, mana xalq ta'limiga, butun tumandoshlarimizga, hammaga bir yaxshi o'qiyman deb va'da bergandi. Mana va'dasini ustidan chiqqan, mana tashakkurnomalar olgan, faxriy yorliqlar olgan, maqtov yorliqlari. Bu Qancha maqtov yorliqlari olib berdi mana shu. bu rasmni kim chizgan? Mana bu qizcha Dilrabo mana shuni chiroyli rasmda chizgan. Mana. Rasm, chiroyli jonli tabiat hammasi qaraydi. Rassomchilikka o'zing qiziqasanmi? Bu kitoblar kim o'qiyapti? Bu kitoblar. Bu kitoblar kim o'qiyapti? Sen o'qiyapsanmi? O'qib tugatdingmi? Safarlar hali o'qib tugatgan yo'qmi? Bu lekin men ingliz tili kitobiga ko'zim tushdi. Ingliz tiliga qiziqasanmi yo o'qiyapsanmi? O'zi qiziqish bormi o'zi? Birinchiga repetir qatnamaysan, ha? Xudo o'zi o'tamdi, agar iloji bo'lsa, Shamshod o'quv markazi homiylik qilyapti hozir bo'lsa Ihsonga, agar shunga bir iltimos qilsangiz Ahmad akaga. Aloqaga chiqamiz. Shamshod o'quv markaziga aloqaga chiqib, agar iloji bo'lsa shu bugun o'zida, agar Hurmatli yurtdoshlar, saxovatli insonlar, mana biz bilan o'quv markazlari, xususiy maktablar ham hamkorlikda ish olib boryapti. Mana shu tumanimizdagi muhtoj oilalarni, farzandlarini ko'pchiligi o'qishga yoki farzandini o'qitishga imkoniyati bo'lmaydi. O'sha imkoniyati bo'lmagan farzandlarga ham mana shu yaxshilik sari jamoasini taklifi bilan, tavsiyasi bilan qanchadan qancha o'quvchilarni o'z homiyligiga olyapti. Mana shulardan mana shu bittasini iltimos qilamiz. Mana shu Dilrabo qizimiz xohlaydimi yoki Charos qizimiz imkoniyati bormi? Mana shulardan bittasini Shamshod o'quv markaziga iltimos qilamiz. Charos ham Xudo xolasa katta qiz bo'lsa, o'zi mana shu chiroqchidan kelishga, ketishga imkoniyati yetadigan darajada bo'lsa, Xudo xolasa Charos qizimizni ham mana shu o'quv markazlariga iltimos qilgan holatda qabul qilamiz Xudo xolasa. Mana 1 yil oldin mana shu joyda hech narsa yo'q edi-da. Biz kelgandik, ko'rib turib, nima desam bo'ladi? Joylari umuman alg'ov-dalg'ov yotibdi. Mana keldik, mana xalqimiz, saxovatli insonlar bilan, bunyodkor xalqimiz bilan, yaxshi insonlar bilan birgalikda mana shunday uyni qurib topshirdik. Avvalo sizga ham rahmat, mana sharoitlaringizni ko'rdik, mana qilgan ishlaringiz, mana katta chiroyligini bog'zor qilibsiz, mana tarvuz, qovun ekkan mana opamiz. Xohlasa kelingizlar. Xudo xohlasa mana Ahmad aka bilan bog'landik. Mana shu bitta qizingizni, mana shu Dilrabo qizingizni o'qishga qabul qilar ekan. Xudo xohlasa hozir chaqiryapti. Ayni paytda hozir sizlar mana shu qizingiz bilan birgalikda ichalaringiz chiqasizlar. Mana shu Dilrabo qizingizga kiyim-kechagini qilib berib, mana shu Shamshod o'quv markaziga, tumanimizdagi eng ko'zga ko'ringan o'quv markazi. Tumanimizda emas, mana shu viloyatimizda desak ham adashmaymiz. O'zini o'rniga, o'zini salohiyatiga chiroyli kadrlarni chiqarib berib, mana ko'rsatyapti. O'shanday o'quv markaziga mana Dilrabo qizingizni Xudo xolasa joylashtiramiz. Hurmatli yurtdoshlar, biz ko'proq g'amgin video olishga bir urg'u qaratamiz, chunki g'amgin videolar yurakdan chiqib, mana shu xalqimizga yetib boradi degan maqsadda ko'p olamiz. Lekin mana ichkarida hozir bizlar ham qo'shilib yig'ladik desak ham bo'ladi. Nafaqat biz ikkalamiz, qolaversa mana operatorlarimiz ham kadr ortida ko'z yoshini ko'rdim. Bu ko'z yoshlar hech qanaqa bir g'amginlik keltirish uchun, birovlarning rahmini keltirish uchun bo'lgan ko'z yoshlar emas. Bu xursandchilik ko'z yoshlari edi. Bu ko'z yoshlar nima? Quvonch ko'z yoshlari edi. Mana shu quvonch ko'z yoshlariga sababchi bo'lgan kim? Mana shu saxovatli insonlar. Siz kabi mana shu ezgu ishlarimizda, mana shu yaxshilik sari jamoamiz bilan birgalikda yelkama-yelka har bir kishiga duo qilib turgan, ehson qilib turgan mana shu saxovatli insonlar orqali erishmoqdamiz.
Assalomu alaykum hurmatli yaxshilik sari jamoasi. Mana bugun qizimiz Dilraboni Shamkot o'quv markaziga keldi, qabul qildik. Kimyo ustozi Navro'zbek darslariga qo'yamiz, xudo xolasa. Kelajakda bu vrach bo'lmoqchi. Biz xudo xolasa oxirigacha bepul o'qib beramiz qizimizni. O'qishingga omad tilayman. Ustozlarning ko'rsatmasini hammasini bajarasan, bemalol joylashib darslar davom etishing mumkin. Shamkot o'quv markazini biz kuzatib boramiz. Tumanimizda, nafaqat tumanimizda, viloyatda ham 3 o'rni bor. Juda ko'p chiroyli kadrlarni yetkazib beryapti tumanimizga. O'qituvchilarga ham rahmat. Qolaversa sizga rahmat aytamiz Ahmad aka. Mana ko'p muhtoj oilalarda imkoniyati yo'q oilalarga ham yo'q demasdan tavsiyamizga binoan olib kelyapsiz. Rahmat aytamiz. Butun tumanimiz nomidan rahmat aytamiz. Mana shunday tumanimizda yaxshi kadrlar chiqsa, mana tumanimiz gullar yashnaveradi. Avvalo sizga va o'qituvchilarga o'zimizni topshirigimizni bildiramiz. Rahmat hammangizga. Charchamangizlar. Bizni mana shu biroq murojaatimizni yerda qoldirmaganimiz uchun, iltimosimizni yerda qoldirmaganimiz uchun katta rahmat. Endi yo'g'ingda so'zga tayinlab qo'yasiz. Xudo Dilrabo ham yaxshi bir O'zbekistonga kerakli tadbir ishchi ajab emas. Beda sertifikatlar beryapti. Xudo o'zi mana Dilraboga ham nasib qilsin, xudo o'zi. Mana shu joydan joy olish. Mana shu joydan. Rahmat aka aytyapti, lekin taqdirmagani hali bir juda ham ko'p deyapti. Taqdirlashga uringanimiz yo'q deyapti. Xudo o'zi Dilraboga nasib qilsin. Ahmad aka hozir ko'ryapmiz, biz eshitamiz. Qanchadan qancha narsalarni yaxshiligingizni aytmayapmiz, bilamiz. Mana hozir agar imkoniyat bo'lsa, mana shunday ijtimoiy muhtoj oilalardan nechasini qabul qila olasiz? Hurmatli yaxshilik sari jamoasi a'zolari, bizda hozirgi kunda 45 nafar ijtimoiy himoyaga muhtoj oila farzandlari o'qiyapti. Xudo xolasa bundan keyin ham sizlarning tavsiyalaringiz asosida keladigan bo'lsa, bemalol qabul qilaveramiz. Imkoniyati cheklanganlar uchun har doim eshigimiz ochiq. O'qisin, o'z kasbini ustasi bo'lsin, o'zini maqsadiga yetsin. Tumanimiz uchun bemalol. Marhamat. Katta rahmat sizga. Tumanimizga juda katta xizmat ko'rsatyapsiz. Butun guruhimiz nomidan, tumanimiz nomidan, xalqimiz nomidan sizga o'zimni tashkil Ahmad aka, mana Charos qizimiz butun tumandoshlarimizni qalbida juda chiroyli joylagan, oqimbo'g'imizdan buni yaxshi ko'radi, tumandoshlarimizni yaxshi ko'radi. Charos qizimiz mana bittagina bir orzusi bor edi, uy bo'lishi. Mana uy bo'ldi. Xudo xohlasa uylari bo'ldi. Endi bu juda kitob o'qishga, qolaversa mental anxietga qiziqadi. Agar qabul qilaman desangiz, bular o'zlari rozi bo'lsa, mana shu singilchasini ham qabul qilsangiz, butun xalqimiz xursand bo'lgan bo'ladi. Charos qizim o'quv markaziga tushib kelsan, bugundan boshlab sen o'quv markazi o'quvchisisan. Xohlasang mental anxietga kirishing mumkin, xohlasang matematika, xohlasang ingliz tili. Hamma yo'nalishimiz sening uchun ochiq. Bemalol kelib, o'qib, o'zing qiziqqan kasb sohangizga o'qishingga omad tilayman. Bemalol markazda harakatlanishing mumkin, bepul o'qishing mumkin. Shu aytibga katta rahmat. Fikrlariga tegishli bizga Allohning o'zi kamaytirmaning tayyorlanib so'zlar degasan, o'zi ko'radi, ko'rgan maqsadlariga yetish uchun bemalol o'qishlaring mumkin. Bitirgunlaringcha, bitta kasb egasi bo'lgunlaringcha tikka turib turamiz. Mana xonadonni bu mehmonxonasi, biramiz 4 ta xona bor ekan, koridorli uy, hozirgi 21-asrdagi zamonaviy chiroyli uy. Oldin teraskali uylar bo'lardi. Hozir men juda ko'pchilik koridorli uyga o'tib ketgan. Ustalarning hammasiga juda ham kattakon rahmat. Aynan Oriol video studiyasi tomonidan juda ham ko'p san'atkorlarga boyam aytib o'tdik, yana ham aytib o'taman. Mana shu yerga hissasi singan Saxovat Beshon insonlarni hammasiga minnatdorchilik bildiramiz. Sizlar bilan ko'rganimiz. Mayli odamlar uydan chiqarsa, lekin bu xonadon Gulmira opam umuman uydan chiqarmaydi, lekin katta mana shu qizlar katta bo'ladi. Xudo xolasa mana shu qizimizni uzatayotgan to'ylarimizga ham xudo xolasa chaqirsangiz biz kelamiz, xudo xolasa. Mana shu narsani niyat qilib kelaylik. Bu ham yaxshi niyat.
Mana shu farzandlaringizni to'ylariga chaqirganingizda qatorimizdan kam bo'lmagan holda barchamiz dumbullab ko'rishlik nasib ro'za aylasin. Rahmatim deydigan san'atkorimiz Shohrux Nazarovni Guldiroz hamda davomiy qarsaklarni sadosi ostida davriga chorlaymiz. Bayram muborak bo'lsin deymiz. Marhamat. Rahmat. Yuqoridagi gaplarga barchasiga qo'shilaman. Sana endi chiroyli raqslarga, chiroyli o'yin kulgilarga taqdim qilamiz. Qani ketdik, marhamat. Maishatni borida men ustun qo'yib, jonim desa janonni dillaga ko'mib, onam kasalman desa hazilga yo'yib, yuraverdim osmonda parvozlar qilib. Onam kasalman desa hazilga yo'yib, yuraverdim osmonda parvozlar qilib. Menga bermagin jarohat, yuragimni davosiga malohat. Yandırdın da kızı bana kuydirdin da buldum divana köçenge men çıksanıp kettim görüp ketay seni şu bahana o canım Anlayımız. Qani qarsini eshitib Davlat bu. Nodir begim xush kelibsiz, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi mana chiroyli koshonamizga, savobli ishlariga o'z hissalarini qo'shgan yurtdoshlarimizga, musofirda yurgan opa-singil aka-ukalarimizga, bildirmasdan bildirib ihson qilgan akalarimizga Allohim o'rnini to'ldirsin, savobi yetib borsin. Hokimligimizga rahmat, Qashqadaryo hokimligiga rahmat. Qolaversa, shu yerda xizmat qiladigan barcha akalarimizga rahmat. Hammani raqsga chorlaymiz. Rahmat. Ilohim shu uyda xonadoni orzu havasini huzurini ko'rsin. Nasibsa Charos qizimiz ota-onasini hojiga, onasini hojiga olib boradigan bori badavlat, o'zi orzu qilganday farzand bo'lsin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Shunaqangi savobli tashkilotning ishlariga tashrif buyurishga sababchi bo'lasizlar deb niyat qilaman. Rahmat, shoshib aytamiz 2 daqiqa. Bu qizcha boyaga ijtimoiy tarmoqlarda ko'rganimizda mana shu Yoqub akamiz yoritib borgan Original studiyasi. Biz ham ancha bo'ldi kela olmaganimizga, lekin bundan so'rashganda Akmal akamiz so'raganmidilar. Akmal, O'ktam akamiz siz so'ragandingiz-a? Orzuyingdagi san'atkor qanaqa san'atkor deganda qaysi san'atkorni aytganding? Mana shu san'atkorni aytganmiding, orzuyingdagi san'atkor? Mana orzuyingdagi san'atkor, qara sen uyingni ochilish marosimiga shaxsan o'zi keldi. Qaranglar, juda ham ko'p san'atkorlarni asli bir kuni zaynat qilish o'zi qiyin-da. Nodira begim Kenjayeva sizga kattakon rahmat. Mana shu qizni iltimosiga binoan yo'q demasdan kelganingiz uchun kattakon rahmat. Tashakkur. Mana bu chiroyli qarsaklar Nodira begim Kenjayevaga. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Kattakon rahmat. Xizmatingizga rozi bo'lasiz opajonim. Sog' bo'lasiz, xo'p. Bo'ling omon. Qani bolajonlar, barchamiz birgalikda tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz.
Kurasına karşı beylerini balandırmak Azizler, bugünkü faizli turumuzu mana shunday saodatli, tabassumli damlarda qarshi olayotganimizdan avvalo benihoya shodmiz. Sharof siylamas, baxtli, sog'liqli O'zbekistonga xizmat qiladigan ajoyib farzandlardan bo'lishiga mustaqillik. Marhamat, Gulmira opamizni Sharofoy singlimizni yo'llarga chorlaymiz. Bayram sho'riyonasini shohona qilib bezatilgan tortani taqdim etadi. Marhamat. İlacım yok da başka, sevemem sağlığından. Olayımı başım taşka, çoğulamam göz yaşka. İlacım yok da başka, sevemem sağlığından. Yeter ye! Şarasman tabriklerimiz. Hola. Ey yaşa. Sen. Hey. Hey. Kapılara. Eyvallah. Hop. Dermanım yok derdim. Şayet var şartım yok. Buraya gitsem vaktim yok. Sinemem sağlanamam. Kollarımdan tutmayın. Chiroqchi Oriol Studio